Assalamu alaikum aziz hürmetli yurtdoshlar, hürmetli yurtdoshlar. Bugün şimdi Kurban Hayit ayyomi bilan samimiy muborakbod qilamiz. Mana shu butun O'zbekiston Respublikamizni mana shunday Kurban Hayit bayramlari bilan, Ro'za Ramazon oylari bilan samimiy akalarimizni, ukalarimizni, hurmatli onajonlarimizni, opa-singillarimizni bugungi mana shunday ulug' ayyom kun bilan samimiy muborakbod qilamiz. Ina Xudo xolasa bugun masjiddamiz, o'zimizni Jig'miz ota-bobo masjididamiz. Yine her bir insana ziyaret kılış, nasip kılsın, yurtumuz tinchligini versin. Bana taksirimiz özünü çıraylı nasihatleri bilen, çıraylı sözleri bilen bugün halkımızda Xudo xolasa mana shu namozga chorlab turibdi. Azizlar, qilgan namozlarimiz, qilgan ziyoratlarimiz hamisha qabul bo'lsin. Yine shu yerda ajoyib bir xalqimizni, yurtimizni posbonlari, yine shu kecha kunduz xizmatda, hurmatda bo'lib kelgan insonlar bilan yaxshi muomalada bo'lib, albatta mana shu yurtimizni tinchligini yaratgan